Bu oddiy voqea emas, bu dunyo siyosatining yuragida yangragan o'q ovozi. Oq uy atrofida sodir bo'lgan bu hodisa butun dunyoni larzaga soldi. Voqea tafsilotlari 2026-yil 25-aprel kuni AQSh poytaxti Washingtonda yuqori darajadagi siyosiy tadbir White House Correspondents' Dinner davomida otishma yuz berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, qurollangan shaxs tadbir o'tkazilayotgan hududga yaqin joyda xavfsizlikni buzib kirishga uringan va o'q uzgan. U bir nechta qurollar, miltiq, to'pponcha va hatto pichoqlar bilan qurollangan bo'lgan. Guvohlar kamida bir necha bor o'q ovozini eshitganini, zal ichida esa vahima boshlanganini aytmoqda. Odamlar stol ostiga yashiringan, xavfsizlik kuchlari esa darhol javob qaytargan. Xavfsizlik chorasi va oqibatlar. AQSh maxfiy xizmat tezkor harakat qilib, barcha yuqori martabali shaxslarni, jumladan prezident Donald Trump va uning rafiqasini xavfsiz hududga olib chiqdi, garchi emaklab chiqib ketgan bo'lsa ham. Hujumchi qo'lga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u yakka harakat qilgan. Lone Wolf va hodisa bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Bir nafar xavfsizlik xodimi jarohatlangan, ammo uning hayoti zirhli jilet sabab saqlab qolingan. Eng xavotirli jihati, bu voqea oddiy jinoyat emas, bu xavfsizlik tizimidagi jiddiy savollarni yuzaga chiqardi. Qanday qilib qurollangan shaxs AQShdagi eng himoyalangan hududlardan biriga yaqinlashdi? Xulosa shuki, dunyo eng xavfsiz deb hisoblangan markazda ham o'q yangrasa, bu shunchaki voqea emas, bu signal. Xavfsizlik bu faqat tizim emas, bu doimiy ogohlik. Savol ochiq qoladi, ertaga yana qayerda? Burchim TV'ni kuzatib boring, Burchim TV siz uchun maxsus. Salomat bo'ling.